Bugun nima yengillik, yengillik bor deb chaqirdinglar meni. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Charchamayapsiz. Nima yengilliklar bor aka? Qani, bismillah. Kepkalar kelgan-a? Dunyoga Ana bu aka. Dunyoga shunda bir ikkita narsani olib kelib qo'ying. 120 ming. Oz ketib qolishadi. Bo'lsa 100 so'm. To'g'rimi? Ha, kepkalarni. Injiqlaridan kelibdi-da aka, katta bolalarnikidan. To'g'rilash kerak ekanda buni aka. Katta bolalarnikidan. Loro piano. Katta bolalar. Sochimni oldirishim kerak ekan aka. Lekin klassika yomon tursa kerak. Yana nima yengillik qildinglar aka? Bugunga. Hop, milib oling. Qani? Akosham keladi. Bular? Shunchalik to'nisini ham bor ekan. Orqasidan? Qaysidan? Orqa tarafdan. Xo'p, 180 ming bo'lsa 160 to'g'ri. 160 ketdi. Bunisi ham aka? 180. Yana kardiganga pinchak sifatida. Oho. Skronya qilishdi, bankdan kelish. Okalar uchun-ku bu. Yana bular ham aka sviterlar? Sviterlar ham yengillik bo'pti. 200 ming so'm. Qaysi? To'g'ri degan. Bular? Ana ikkalasi. 110 mingdan bo'lsa, qani 120 ming bo'lsa 100 mingga to'g'ri kelar ekan. Mana rangi bor. Qichig'i. Вообще mazza-ya. Mana bu narsalarni mazza qiladi-da aka, mana kepka yozib qo'ying. Jigar, tashqarida ham yengillik ko'rdim shekilli menimcha. Qarang, ko'rishimni qarang. Ko'zamotka. Bular ham yangi emasmi aka? Bular sviter tepapas. Qani fikri? Yangi tovarlar. Yangi kelganlar, o'sha bahorga, yuqori. Xo'p, endi ko'chadagilarni ko'ramiz akajonim. Ko'chada nima? Manumi? Trendga chiqqan Diorlar bor aka. O, Dior production bo'lar ekanda keyin. 100 ming so'mdan aka. 100 ming bo'lsa 270 ming bo'ladi aka. 270 ming to'g'ri keladi. Shikolat. Bosaverish kerak garchi aka. Yana nima yengillik aka? Qoralar. Qolasi serisi bor. Hozircha shu endi xudo xohlasa yangilik keladi yo'qlar. Yengillikni bosinglar aka. Har kuni yengillik bo'lsa, men har kuni kelib reklama qilay. Aksiyaga 4 kun qoldim. 4 kun qoldi. Xudo xolasa 4 kun qoldi, 10% skidga keyin tugaydi. Olish kerak faqat.